biz hech qayerga ketmadik. UzDabgo Banana TV platformasidan shartnomani uzdi va VIP kanalda o'z faoliyatini boshlamoqda. Bizni qo'llab-quvvatlang va animelarni tez va sifatli dublyajda VIP kanalimiz orqali tomosha qiling. Dunyoda Yellow Casey haqida ko'p mish-mishlar bor. Hamma hayron qolgan narsa shuki, Nur o'g'li bo'ladi. Qanday qilib zulmat tomoniga o'tishi mumkin? Ba'zilarning gapiga qaraganda, u shunchalik qudratli bo'lsa, nega unda sevgan ayoli unga xiyonat qildi? Yana ba'zilar aytadiki, aynan ma'buddan ham ustun turuvchi kuchni ishlatib, insoniyatning shonli davrini yo'q qilgan. U tuzatib bo'lmas yovuz. Hamma la'natlagan gunohkor. Bu gaplarni va tushunmovchiliklarni unga yetkazganimda, u shunchaki kuldi va qo'l siltadi. Menga bularning farqi yo'q. Yashasin Nekroman! Yashasin qonunlar ma'budi! Yashasin buyuk Yellow Casey! Yashasin Nur ma'budi! Yashasin Nur o'g'li! Yellow Casey, mening shogirdim bo'lishga rozimisan? Tabriklayman. Sen buyuk toshbaqa qobig'i texnikasining ustasiga aylanding. Yellow Casey, sen dunyoni vayron etasan. Shedion qit'asi, Kedion imperiyasi 6000 yil oldin iblislar hali bostirib kirmagan edi. O'sha davrlar insoniyatning shonli davri deb atalar edi. Odamlarning barchasi Nur ma'budiga itoat qilishardi. Nur ma'budining ilohiy kuchini boshqargan ulug'vor muqaddas taxtga e'tiqod qilishgan. Bu kun kelguniga qadar ulug'vor muqaddas taxtga raislik qilgan papa Nur ma'budining bashoratini e'lon qildi. 6000 yildan beri barchamiz kutayotgan Nur o'g'li yaqinda tug'ilishi ma'lum bo'ldi. Bu insoniyatni yorug'likka olib chiqishida yordam beradi. Yashasin Nur ma'budi! Yashasin Nur o'g'li! Va bu esa hamma narsaning boshlanishi edi. Haqiqiy va soxta Nur o'g'illari. Qo'rqma bolam, men seni Ota! bu qirollik qilich yordamida albatta Nur o'g'liga aylantira olaman. Agar sen Nur o'g'li bo'lsang, biz Kaydun eng qudratli millatga aylanamiz. Ruhiy kuchi 90 bar. Bu Nur o'g'li. Bu haqiqatda ham Nur o'g'li. Nur o'g'li. Xabar qiling. Butun qit'a bu xabarni bilsin. Mening Kaydun imperatorining o'g'li, Lord Beyru. Nur o'g'li. Nur o'g'li. U ma'budning o'g'li. O'sha paytda Kaydun imperiyasi shonli davrning eng qudratli davlati edi. Nur o'g'lining tug'ilishi esa uning mavqeini yanada mustahkamladi. Bu xabar Kaydun imperiyasi xohlaganidek barcha qit'alarga tarqaldi. Eng chekka hududlargacha yetib borib, Pompa imperiyasi qirolining qo'liga tushdi. Azizam, agar bu maktubda yozilgan narsa rost bo'lsa, Nur o'g'li allaqachon kelibdi. Unda bizning o'g'limiz. Hali ham Nur o'g'li bo'la oladimi? Yellow Casey 4-daraja Pompa imperiyasining shahzodasi. Yellow Casey, aftidan Nur o'g'li bo'lishdan ko'ra, bu qiziqroq ko'rinadi senga. To'g'ri. Men o'z qiziqishlarimni yaxshi ko'raman.
voliylar birinchi bo'lib tutdilar. Biz yana yutqazdik. Endi mug'ombirlik qilamiz. Yelan, Syo, meni ushlay olmaysizlar. Tezroq bo'l. Ya'ni u maraq zig'ida. Syo, menga qo'yib ber. Janob oliylari. La'nati, o'pstirma. Oliy hazratlari. Uxlama, qo'lingni ber. Barakalla, chaqmoq. Kelajakda menga turmushga chiqadigan sensan. Yelakisi. Aftidan sen Shiya malikasi Ulosyansan. O'ylaymanki, otangni bolalariga o'xshab kasalmat emassan. Sen esa menga aytganidek takabbur va qo'polsan. Men kelajakda Shiya qirolichasi bo'lmoqchiman. Shuning uchun men turmush o'rtog'im ham kuchsiz bo'lmasa kerak. Oliy hazratlari, seni kim yubordi? Bu dunyoda faqat bitta nur o'g'li bo'lishi mumkin. Lord Pero, bugun sen o'lishing shart. Vaqt nega to'xtab qoldi? O'limingni izlab kelgansan. Unda men senga o'z ijodini sinab ko'raman. Nur texnikasi. Vaqtni orqaga qaytarish. Hech qayerga qochilmaysan. Iltimos, meni qutqaring. Sen hatto shu ishni ham eplab bajara olmading. Lord Paylo, vaqtimiz tugayapti. Azob qirollik qilichdan foydalanib nur o'g'li bo'lganingiz uchun to'lishingiz kerak bo'lgan tovon. Haqiqiy nur o'g'lini o'ldiring va qirollik qilichining aks ta'siridan xalos bo'lasiz. Va haqiqiy nur o'g'li bo'la olishingiz mumkin. Nur o'g'li. Pelo. Ahmoq odamlar. Lord Pelo marhamat tilashmoqda. E'tiqodingizdan foydalanib, o'z azoblarimni sizlar bilan bo'lishaman. Nima? Bugun kechqurun unashtirilamizmi? Seningcha men otdam. Shunchaki minglab chaqirim yo'l bosib keldimi? Nima? Qarshimisan? Aslida otam meni haqiqiy nur o'g'li ekanligimni yashirib kelgan. To'g'ri, ancha vaqt o'tdi. Endi esa aftida Paylo mendan qutulishga harakat qilyapti. Paylo o'g'li bilan xalqni aldagandan beri Kaydon imperiyasi birin-ketin kichik mamlakatlarni qo'shib oldi. Uning kuchi tobora ortib bormoqda. Mening otamning esa tobora ahvoli yomonlashib boryapti. Ota!
Ota, ahvolingiz yaxshimi? Yelay Keysi. Sen kuchayguningga qadar bizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shunday ekan, o'g'lim, Pamba xalqining xavfsizligi uchun Shia bilan ittifoq tuzishimiz biz uchun oxirgi imkon. Hoy. Nega doim xayol surasan? Nima? Men senga yoqmaymanmi? Axir bir-birimizni yarim kundan beri bilamiz xolos-ku. Hali oldimizda butun umr bor-ku. Nahotki qo'rqitgan bo'lsang. Senga oxirgacha hamroh bo'laman. Bugungi ajoyib unashtiruvga Nur ma'budasi nomidan hammangiz guvoh bo'ling. Qasam ichilgandan so'ng abadiyat uchun buni buzish mumkin emas. Men Yelay Keysi. Men Polo. Nur ma'budasi va ikki mamlakat xalqi guvohligida biz bu unashtiruv qasamyodini qilamiz. Bundan buyon bir tanu bir jon bo'lamiz. Qonga qon, jonga jon. Sharafu sharmandalikni, omad va baxtsizlikni birgalikda baham ko'ramiz. Abadiy sodiq bo'lamiz. O'lim bizni ayirmagunicha hech qachon bir-birimizni tashlab ketmaymiz. Oliy hazratlari, marosim yakunlandi. Nur ma'budi sizni himoya qilsin. Boring va xalqni duolarini oling. Malikamiz va oliy hazratlari haqiqatdan ham bir-biriga mos kelib. Albatta. Ha? Nima bo'ldi? Hazrat oliylari va Yangming qayerga ketishdi? Oliy hazratlari. Yelakisi, o'lim bizni ayirmagunicha nimani anglatishini bilasanmi? Bu faqatgina o'lim bizni ajrata olishini anglatadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi nikoh ittifoqi nafaqat Pampo, balki Shia xalqiga ham foyda keltirdi. Yelay Keysi chin dildan xalq farovonligini istardi. Ikki mamlakat xalqi ham farovon va tashvishsiz hayot kechirishardi. Ammo Kayden shu bilan cheklanib qolmagan edi. Ikki tomonlama ham ziddiyat ancha kuchaygan edi. Haqiqiy jang boshlanishi uchun ikkalasi ham fursat qo'yayotgan edi. Xabar bor, yo'l bering! Daholar jangi butun qit'a uchun ulkan tadbir. Bu Nur ma'budining e'tiqodini yoyishga qaratilgan. Bu ulug'vor muqaddas taxt tomonidan tashkil etilgan. Butun qit'a yosh avlodlarini ishtirok etish uchun to'playdi. Bu tadbir uchun har bir mamlakatdan daholar sinovga yuboriladi. Ular tasodifiy tarzda bir-birlariga qarshi kurashadilar. Oxirgi g'olib aniqlanmagunicha jang davom etadi. Garchi mag'lublar xavfsiz tarzda olib chiqilib, ularning hayotiga hech qanday xavf bo'lmasa-da, Kaydenni hiyla qilmasligiga kafolat berish qiyin. Xavotir olmang, ota, ona. Men albatta chempionlikni qo'lga kiritaman. Shuningdek, haqiqiy Nur o'g'lini dunyoga e'lon qilish vaqti keldi. Daholar jangi. Eshitishimcha, bu daholar jangida Nur o'g'li Lord Bellu ham ishtirok etar ekan. Nur o'g'li ishtirok etar ekan, bu yerga chempion aniq. Bizni Kaydon bilan solishtirganda Shia bilan Pampo arzimaydi. Bir qanday daho bo'lishlari mumkin. Iltimos, ishtirokchilar maydonga kiring. Qaranglar, daholar kirib kelishyapti. Hazrat oliylari, omad yor bo'lsin. Yelay Keysi, senga o'xshagan qo'rqoq hech qachon bu yerga keladi deb o'ylamagandim. Yolg'on pufaga qancha katta bo'lsa, u yorilganda shunchalik baland ovoz chiqaradi. Bu daholar jangida ulug'vor va muqaddas taxt ma'budining muqaddas yodgorligi taqdim etiladi. Asosiy mukofot taqdir ustiga. Umid qilamanki, barcha daholar birinchi o'rin uchun kurashadilar.
Endi men e'lon qilamanki, daholar jangi rasman boshlandi. Malika va Oliy Hazrat bir-birlariga raqib bo'lishdimi? Aftida musobaqa Kaydun tomonidan boshqarilyapti. Peylu bilan jangimiz o'yin oxiriga qoldirilgan. Fulo, biz hozir O'z ixtiyorim bilan mag'lubiyatni tan olishimni xohlamassan, shundaymi? Agarda men yutsam, Peloni o'zim mag'lub etaman. sen uchun xavfli. O'shanda ham seni qutqargan men edim. Yaxshi, ammo bu safar hayoting xavf ostida qoladi. Yelakisi, jiddiy bo'l. Hozir men seni qaylig'ing emas, raqibing. O'sha payt Yelakisi tushunmagan edi. Polo raqobatchi sifatida unga turib bera olardi. Uning nazarida esa Polo hamisha o'sha yoqimtoy sho'x qizaloq edi. Yelakisi, men hech qachon kimdirni bezaki bo'lishni istamaganman. Shunday ekan, ehtiyot bo'l. Chunki hozir bir zarbada butun kuchimni ishga solaman. Dojsiz, kechirilmas. Ulo, ahvoling yaxshimi? O'zing yaratgan o'sha mahorat yanada rivojlangan ko'rinadi. Dojsiz kechirilmas. Avvaliga u faqatgina vaqtga ta'sir qiluvchi hududni yarata olardi xolos. So'nggi yillarda doimiy harakat qildim. Asta-sekin makonni ham o'zgartira oldim. Yelakisi, sen rostdan ham ajoyibsan. Biroq o'z turmush o'rtog'ingga yutqazish unchalik ham yotli emas. Ammo yaxshi jang qilding. Yaxshi. Endi seni navbating. Harakat qil va ehtiyot bo'l. Ular hiyla ishlatishlari mumkin. Yaxshi, shunchaki qaytishimni kut. Malikam, jangingiz ajoyib edi. Siz tanlagan odam Yelakisi ham juda kuchli, shunday emasmi? Nimalar bo'lyapti? Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Nega ular qaytishmadi? Biror baxtsiz hodisa yuz berdimi? Lord Peylo xavf ostidami? Vahima qilmang. Muqaddas shon-shuhrat kengashi barcha ishtirokchilarning xavfsizligini ta'minlaydi. Keyingi 2 jang ishtirokchilarining g'olibi taqdir halqasi tomonidan chaqiriladi va bu odam daholar jangining chempioni bo'ladi. Bu 8-darajali qotil nega hiyla ish bermayapti? Pero bunchalik shoshilma Yelakisi. Avval ular sen bilan o'ynaysan. Birgalikda hujum qiling. O'ldiramiz! Yomon emas, Yelakisi.
Nihoyat yana uchrashdik. Bolaligingdan beri o'zgarmagansan. Faqatgina orqadan hujum qilishni bilasan xolos. Yaxshi, unda kel, shu yerda hisob-kitob qilib olamiz. Sendan kutganimdek, yetarlicha ehtiyotkorsan, ammo juda kech. Sinov maydonimga qadam qo'yganingdan boshlab, sen mening kaftimdasan. Darajali muhrlash texnikasimi? Yo'q, bu faqatgina muhrlash emas. Ahvoling qanday? Bu aynan sen uchun yaratilgan. Yela Keysi. U seni butunlay nur kuchingni so'rab oladi. Xuddi mening orzuyimdek. Meni o'ldirib, haqiqiy nur o'g'li bo'lmoqchimisan? Hozir ham nur o'g'li emasman. Shu yerda ijodkorlik bilan ajib bosgan nur murdaga aylangan. Bu muhrlash texnikasi haqiqatan ham kuchli. Mening nur kuchim cheklangan. Go'yo u buni yaxshi bilgandek. Bu yerdan qutulish yo'lini topishim kerak. Jang yakunlandi. G'olib allaqachon aniqlandi. Esa Kaydun imperiyasining shahzodasi Lord Peylu. Nima? Bu bo'lishi mumkin emas. Kutganingiz uchun hammangizga rahmat. Nur o'g'li bo'lib tug'ilish mening taqdirimga bitilgan. Mumkin emas. Qanday qilib hasrat oilalar yutqizishi mumkin? Yela Keysi-chi, unga nima qilding? Ha, umi. Hal qiluvchi jangda uning usullari shafqatsiz edi. Men hatto o'ldirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun ham uni sinov maydonida qoldirishimga to'g'ri keldi. Bu yolg'on. Nima? Nur o'g'lini so'roq qilishga qanday hadding sig'di? Yela Keysi. Tinchlan. Nur kuchim haqiqatan ham kamayyapti. U hatto qurib qolish arafasida. Ammo nur mening bor narsam emas. Tasavvur qil. Agar men nur o'g'li bo'lmasam, menda hech qachon nur kuchi bo'lmasa-chi? Unda men nima qila olardim? Nurdan tashqari menda yana nima bor? Ko'rinib turibdiki, nur o'g'li bo'lishdan ko'ra Men faqat o'z ijodimga qiziqaman. Mening tojsiz kechirilmasdan makon hududlari va baxtni yaratishi va boshqarishi mumkin. Men shunchaki tasavvur qilishim kerak xolos. Men shunga o'xshash shaklsiz energiyani o'zlashtira olaman. To'g'ri. Hozirgi holatimda magmaning qaynayotgan issiqligi ham, hatto havodagi issiqlik ham hammasi menga kerak bo'lgan kuchga aylanishi mumkin. Diqqat bilan tingla. Hatto meva gullagan lahza ham hayot kuchiga to'la. Mening hududimdagi hamma narsa men uchun ishlash kerak. Tojsiz, kechirilmas hudud chegarasi. Bugundan e'tiboran men ilohiy kuchni boshqaraman. Mening aytilgan har bir so'zim haqiqat. Menga itoat qilmaganlar esa hammasi bid'atchi va yovuz kulfatdir. Nur ostida iblislar uchun joy yo'q. Nur o'g'lining ulug'vorligi abadiy esda qolsin. Menga abadiy bo'ysuninglar. Ko'rinib turibdiki, taqdir halqasining haqiqiy egasi menman. U yerdan qanday qilib tirik chiqding? Afsuski, donoliging bilan tushunishing qiyin. Nima desam ekan, o'zing boshdan kechirib ko'r. Sen aytyapsanki, haqiqiy nur o'g'limisan?
Nima bo'lyapti? Mening tana. Qaranglar, Lord Beloning uyg'onish kristali. Nega faqat 30 ball? Qanaqasiga? U Nur o'g'li emasmi? Xato yo'q. Belo hech qachon Nur o'g'li bo'lmagan. U hamisha bizni aldab kelgan. U yolg'onchi. Aldoqchi. Vahima qilmang. Yolg'on gapiryapti. U qandaydir yovuz texnikadan foydalangan bo'lishi kerak. Uni o'ldirgunimcha kutib turinglar. Eli Keysi. Shohlik qilichidan foydalanib, seni bu safsatavoz yolg'onchiligingga barham beraman. Nur insoniyat dunyosiga qaytsin. Bu yigitcha ko'rinishidan haqiqatdan ham o'jar yovuz ekan. Shohlik qilichi Kaydunning shohlari avlodining tanasida yashalgan. Endi esa bu qirollik kuchini seni o'ldirish uchun ishlataman. Hozirgina menga nima deganding? Men 9 darajaning çok istaman. Sen esa 8 daraja. Bunday deyishga qanday haddim chiqdi? Shoh hokimiyat hududi. Qilichlar. Menga qarshi nima ishlata olasan? Ilohiy qilishga qarshi nima qo'lingdan keladi? Bu mahorat dojsiz kechirilmas deb ataladi. Bu mening o'zim yaratgan mahoratim. Va qo'limdagi buyum esa shunchaki oddiy qilich. Bu bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib u barchalanib ketdi? Belo, hammasi tugadi. La'natim! Ligimdan beri cheks og'riq qiynoqlarga chidadi. Hammasi uchun bugun javob berasan. Sen mening hayotimni barbod qilding. Buni kechirmayman. Bu qanaqa energiya? Biroz oldin olgan energiyangni endi 2 baravar qilib qaytarib olaman. Belo, begunoh odamlarga ziyon yetkazishingga men hali ruxsat bermadim. Qanday qilib u senda bor? Men tuzaldim. Men ahvolim ancha yaxshilandi. Bu Nur o'g'limi? Lord Elix Nur ma'budasini chaqirdi. La'nati! Men Nur ma'budining o'g'liman. O'limga! Vaqti keldi. Gunohlaring uchun hayoting bilan to'laysan. Oliy hazratlari Yelakisi bizni qutqardi. Yelakisi haqiqiy Nur o'g'li. E'lon qilamanki, samoviy daholar chempioni Nur o'g'li Yelakisi! Yelakisi, sen dunyoni nur qalbi bilan qutqarding va yulduz nurli ilohiy hayvon Shillaqutni ato etding. Bu yuk toshbaqa qobig'i texnikasi. Ma'budlarning sevimlisi. Bugundan boshlab men senga ma'budlik yo'lida yordam beraman. Yangi nur ma'budi bo'lguningga qadar. Nur ma'budi? Ammo endi yonimda ekansan. Men senda yana bir qudratli narsani sezyapman. Bu qadimgi ilohiy qurol
Buyuk Guija texnikasi. Bu nima? Bu hatto ma'budlar ham orzu qiladigan kuch. Ma'budlar hatto bu uchun bir paytlar urush boshlashgan. Men bir paytlar uni topish uchun bashoratdan foydalanganman. Ammo bu bashorat meni jazo sifatida bir ko'zimni oldi. Bashorat kuchimning yarmini yo'qotdim. Shunday bo'lsa-da, ammo men sening taqdiringni ko'ra oldim. Yella Kesi. U seni kutyapti. Meni kutyapti. Ko'rinishdan Pamboga qaytishga shoshilmasam ham bo'ladi. Yella Kesi. Endi yangi nur o'g'li bo'lgan ekansan. Yorqin papalik va nur ma'budining e'tiqodini qo'llab-quvvatlash uchun nur o'g'li sifatida sen bizning hukmdorimizsan. Ularni qarshi ol. Iltimos, izdoshlaring tomonidan senga taqdim etilgan e'tiqodni qabul qil. Bizning ma'budimiz. Bizga yangi hayot ato etganingiz uchun rahmat. Bu nima? Sizga e'tiqodimni taqdim etdim. Iltimos, meni qonimni mensimang. Meni ruhim, meni tanam. Hammasi sizga tegishli bo'lgan. Meni nur ma'budim. Pampo shahrida e'tiqod uchun narx talab qilinmaydi. Sening o'zingdagi narsa faqat o'zingga tegishli bo'lishi kerak. Hatto ma'bud ham uni olib qo'yishga haqqi yo'q. Iltimos, bizga e'tiqodimizni sizga taqdim etishga ruxsat bering. Iltimos, bizning qonimizni mensimang. Mening ruhim, mening tanam, hammasi nur ma'budiga Bu tegishli. esa Yella Kesining birinchi qadami edi. Bu e'tiqod odamlarni shunchalik aqldan ozdira olishini ko'rish. Hatto meni qo'rqityapti. Hammasi sizga tegishli. Bizning nur ma'budimiz. Yella Kesi. Buyuk toshbaqa qobig'i texnikasini topganingda, yil ortga qaytib turmush quramiz. Yella Kesi. Kechir. Men hali ham o'sha voqealar haqida o'ylayapman. Fulo. Kayduning e'tiqodi senga g'alati tuyulmayaptimi? G'alati narsani sezmadingmi? Bu haqdami? Xavotir olma. Sen nur o'g'li ularni boshqarsang, ular asta-sekin o'zgaradi. Nihoyat yetib keldik. Bu quyosh va ilohiy oy shilli qurt bashorat qilingan yer. Mayli, ko'ramiz. O'sha buyuk toshbaqa qobig'i texnikasi shuncha yo'lga arzidimi? Bu marosimni tugata olsak, haqiqatan ham Yella Kesini o'ldira olasanmi? Bizning buyuk ma'budimiz bir paytlar sizga mo'jiza ato etib ketgan. Albatta ikkinchi marta ham qilsa bo'ladi. Farzandim, men doim sen bilan birgaman. Ibodatxonaga oz qoldi. Tez orada yetib olamiz. Yella Kesi. Ehtiyot bo'l. Yo'q. O'lim ma'budini kim chaqirishga jur'at etdi? O'lim ma'budi shartnomani bajarishini so'rayman. O'g'li Yella Kesini o'ldiring. Qudratli kuch. O'lim ma'budi shartnomani
bajarishni so'rayman. Nur o'g'li Yelakesini o'ldiring. Shartnoma tuzildi. Demak, sen Yelakesisan. Kutmagandim ulug'vor o'lim ma'budi. Oddiy odamlar tomonidan boshqarilishi mumkin ekanda. Ular qurbonlik qilishdi. Bu ma'budning haqqi. Savdo adolatli. Ilojsiz, kechirilmas ma'bud olami. Haqiqatan ham ma'budning kuchiga qarshilik qila olaman deb o'ylaysan? Shumi? Men sendan ko'proq narsalarni kutgandim. O'yin tugadi. Quyosh va oy ilohi! Hammasi sen aytgandek bo'ldi. Sizga bir narsani eslatib o'tishim kerak, muhtaram Nur o'g'li. Buyuk Guija texnikasi yaqinlashish uchun bo'lim ma'budi bilan yuzma-yuz turib jasorat va kuchga ega bo'lishingiz kerak. Yelakesi, mening bashorat qilish kuchim yo'qolyapti. Buyuk toshbaqa texnikasini qo'lga kiritish endi o'zingizga bog'liq. Yelakesi yo'l-yo'riqqa amal qilib bu yerga yetib keldi. Buyuk toshbaqa qobig'i texnikasini qanday qo'lga kiritishni bilib, yanada ko'proq kuchga ega bo'lib va hatto o'lim ma'budini mag'lub etish uchun. Va shunday dedi. Buyuk texnikani qo'lga kiritish sinovi allaqachon boshlandi. Buyuk texnikani qo'lga kiritish uchun hech qanday sinov talab etilmaydi. Unda nima talab etiladi? Nimani xohlaysan? Men senga bera olaman. Shunchalik osonmi? Har doim shunchalik oson bo'lgan. Faqatgina dunyo ahli har doim murakkablikni afzal ko'radi. Ko'pincha soddalikka qaytishni e'tiborsiz qoldiradi. Sen o'lim ma'budasini qanday o'ldirishni bilmoqchisan. Ammo burning tagidagi javobni ko'rmayapsan. Faqat ma'budni o'ldirishi mumkin. Birinchi Nur o'g'li quyosh va oy ilohiy shilla qurtini yeb muqaddas ajdarga aylandi. Ikkinchi Nur o'g'li esa quyosh va oy ilohiy shilla qurtini yeb Nur ma'budiga aylandi. Sen esa Muhtaram 3-Nur o'g'li, faqatgina quyosh va oy ilohiy shilla qurtini yeyishing kerak. Shundagina sen ma'budlardan da ustun kuchga ega bo'lasan. Yelakesi. Buyuk texnikani qo'lga kiritish Nur o'g'lidan kelib chiqqan. Faqatgina bir yo'li bor. Meni o'ldirishing kerak. Endi esa meni ye. Shunda ma'budga aylanib, o'lim ma'budini o'ldirasan. Bo'la qol. Bu mening taqdirim. Va sen, Nur o'g'li, o'z taqdiringga yuz tutishing kerak. Uni o'ldir. Uni o'ldir. 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 Afsuski, men hech qachon taqdirga ishonmayman. Men faqatgina o'zimga ishonaman. Seni gapirayotgan yolg'onlaring menga ishlamaydi. Yelakesi, xohish va istaklarsiz
ma'bud bo'la olmaysan. Buyuk texnikaga ega bo'lmasam, ma'bud bo'la olmaymanmi? Albatta yo'q. Buyuk texnika bu buyuk texnika. Bu noyob mavjudot. Odamlar qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik kattaroq kuchni xohlashadi. Qalblardagi eng yuqori maqsadga erishmaguncha, ya'ni ma'budga aylanish. Ammo buyuk toshbaqa qobig'i texnikasi kuch turi emas. U iroda, u nafsiy istaklarga bo'ysunmaydi. U koinotning bir irodasi. Yelakisi, sen o'zingga nisbatan beqiyos qat'iyatga egasan. O'tmish, hozir, Kelajak. biz uchlik, sen bilan shartnoma tuzishga tayyormiz. Biz bu texnikaning faqat sening irodaga mos keladigan qismini topshiramiz. Biz katta intiqlik bilan kutamiz. Sen Yelakisi, bu irodani qanday dunyo yaratish uchun ishlatishingni. Hech narsa seni qutqara olmaydi. Sening o'liming bu menman. Sen hozir qiyofangni o'zgartirdingmi? Himoya! Bu axir qanday kuch? Orqaga qayt! Sen o'lim ma'budini masxara qilyapsanmi? Ilohiy kuchingga foyda, shunga bo'ysun. Hatto sen o'lim bo'lsang ham, bundan buyon boshqalarning taqdiriga aralashishingga yo'l qo'ymayman. Men bu dunyoda mavjud ekanman. Bu muhr hech qachon buzilmaydi. Shunchaki inson qanday qilib ma'budga buyruq bera olishi mumkin? Bu faqatgina men, Yelakisi. Men qaytdim. Yelakisi, sen tiriksan. Men xursandman. Men yaxshiman va men toshbaqa buyuk qobig'ini qo'lga oldim. Yelakisi, sen haqiqatdan ham o'sha texnikani qo'lga kiritdingmi? Albatta. U meni rad etdi. Katta toshbaqa qobig'i hamma uchun emas.
va uni ishlatish narxi o'ziga yarasha badali bor. Tushunarli. Fulo, senga nima bo'ldi? Hech narsa. Alex, bu kuch bilan endi nima qilmoqchisan? Bilmayman. Balki uni yaxshiroq dunyo yaratish uchun ishlatarman. Mayli. Ammo bundan oldin to'yimiz haqida unutma. Albatta, bu eng katta dabdabali to'y bo'ladi. Yonayotgan to'y. Qadrli farzandim, Ota, sen turmushga chiqqaningdan so'ng Siya taxtini Yellay Casey'ga topshirmoqchiman. ammo qirollikni menga berishga va'da bermaganmidingiz? O'sha paytda uni bunchalik bilmagan ekanman. Mamlakatimizga qudratli qirol kerak. Sen unga yordam berishing lozim. Bularning hammasi Shiya uchun. Lekin ota, Shiya qirolichasi bo'lib uni boshqarish men orzuyim edi. Bas qil. Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Janob oliylar kelyapti. Yellay Casey janob oliylari. Zot oliylari! Zot oliylari! Yellay Casey! Zot oliylari, hosilingiz mo'l bo'lib, norningiz ko'p bo'lishini tilayman. Derazangiz oldida doim chiroyli gullar ochilsin. Bu bizni bodamizdan sizga yoqdimi? Siz uchun baliq tutdim. Oling, tinch va xotirjam yashang. Hammangizga rahmat. Har bir sovg'ani qadrlayman. Yellay Casey, to'yingdan oldin biz ham onang bilan senga sovg'a tayyorladik. Sening toj kiyish marosiming. 6000 yil oldin tinchlikni sog'ingan bir guruh odamlar u yerga to'planishdi. Unday qilib Pampo millati paydo bo'ldi. Ammo Pampo qiroli hech qachon hukmdor yoki hokimiyatga ega bo'lmagan. Balki avloddan avlodga qo'riqchi va askarlari paydo bo'lishgan. Toj ustida qon yoki ko'z yoshlar bordir. Ammo mutlaq hokimiyat va vakolat emas. Yellay Casey, hammasini tushundingmi? Tushundim. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Barcha guvohlikda yangi qirol taxtga o'tiradi. Ana endi yangi qirolning to'yi rasman boshlandi. Nega yig'layapsan? Hazrati oliylarni to'yi bo'lyapti. Nega malika ko'rinmaydi? U allaqachon kelishi kerak edi. Nima bo'ldi ekan? Hoy, ana. Malika Fulo juda ham go'zal. Go'zalligini Bu juda go'zal. Fulo, kuttirganim uchun uzr. Yellay Casey. men oddiy bir ruhoniy Nur o'g'lining to'yiga vakil ekanman. Pampa qiroli Yellay Casey va Shiya qiroli Fuloning to'ylariga guvohlik beraman. Hozir ular bir-birlariga so'z berishar ekanlar. Ma'budlar ila baxtli bo'lishadi. Bu sevgi rishtasi buzilmas. Men Yellay Casey, Men Fulo. Nur ma'budasi va ikki xalq guvohligi oldida er-xotin bo'lamiz. Bundan buyon bizning tanamiz va qonimiz bir butun bo'ladi. Men bu sen esa menman.
sharaf va sharmandalikni, omad va baxtsizlikni birga baham ko'ramiz va sadoqatli bo'lishga qasam ichamiz. O'lim bizni ajratmaguncha. Nur ma'budasi nomi ila ma'lum qilamanki, Yelay Keysi va Fulo sizlarni er-xotin deb e'lon qilaman. Fulo, bugundan boshlab men seni har doim hurmat qilaman va qadrlayman. Seni abadiy baxtli qilish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Abadiy. Yelakisi, o'lim bizni ajratmaguncha nimani anglatishi esingdami? Albatta eslayman. Faqatgina o'lim bizni ajratishi mumkinligini anglatadi. To'g'ri. Faqat o'lim bizni ajrata oladi. Hazırtları! Kaydın hıyanet kıldı. Fulo! Nega? Nega? Aynan sen buyuk texnikani qo'lga kiritding. Sen albatta bilmaganding, to'g'rimi? O'sha kuni bu texnika meni ham chaqirgandi. Seni o'tmishing yorqin va porloq, ko'zni qamashtiruvchi yulduz kabi. Fulo, sen kelajakda Shiya yurtining malikasi bo'lasan. Seni hoziring esa xira va nursiz, faqat kindirning soyasisan. Malikam, sizni turmush o'rtog'ingiz juda ham kuchli. Seni kelajaging esa hech qayerga olib bormaydigan yo'l, faqat cheksiz bo'shliq va zulmat. Yo'q, qanday bu meni kelajagim emas. Niyating hali ham bormi? Men bunday kelajakni xohlamayman. Buyuk texnika mendan yuz o'girib, seni tanladi. Ammo sen allaqachon Nur o'g'lisan. Nega barcha yaxshi narsalar senga nasib etadi? Nega sen men uchun muhim bo'lgan narsani ham tortib olishing kerak? Bu kelajakni xohlamaysanmi? Men senga imkoniyat beraman. Kelajagingni o'zgartirishing mumkin. Bu dunyoga ega bo'lish imkoniyatini. Bu xanjarga esa Nur o'g'lini o'ldirishga qodir zaharni surtganman. Yelakis, agarda sen bo'lmaganingda bu dunyo yaxshiroq bo'lar edi. Mening kuchim, tanam, hammasi yo'qlikka yuz tutyapti. Bu Yelakisning hayotidagi eng umidsiz kun edi. Muqaddas otangning xanjari haqiqatan ham ta'sirli chiqdi. U shubhalanmadi. Bu tuzoq edi. Ular menga qarshi uzoq vaqt rejalashtirishgan. Seni oxirgi manzilingga o'z qo'llarim bilan kuzatib qo'yaman. Yelakisi. Zahar nafaqat uning barcha kuchini yo'qotdi, balki suyaklarga singib ketgan og'riqni ham keltirdi. Ammo bu og'riq bilan solishtirganda, Oliy hazratlari, uni 10,000 marta ko'p azoblagan narsa shundaki, ota-onasi u uchun kurashayotganini nochor kuzatib turardi. Dilan, Yulshan, Yelakisini olib keting. Ortga qaramang. Ammo uning o'zi hech narsa qila olmadi. Oye! O'sha kecha Fuloning yovuz gunohkor olovi butun Bamboni yondirib yubordi.
Yenshan, Oliy Hazratlarni olib ket, tezroq! Yellow Casey'ni ushlaganga mukofot bor. Shoshiling. Ana u yerda. Ehtiyotkorlik bilan qidiring. Hazrat oliylari, ularni chalg'itishim kerak. Tez orada kimdir keladi. Ehtiyot bo'ling. O Yellow Casey, tezroq bo'ling. Uni ushlang. Hozirgi bo'layotgan voqealarning hammasi Yellow Casey'ning ota-onasi, qirollik qo'riqchilari, oila a'zolari, do'stlari va Pamponing barcha begunoh odamlari hammasi halok bo'lishdi. Hech kim tirik qolmadi. Faqatgina Yellow Casey'ning o'zi qoldi. Zot oliylari Elix, uyg'oning. Eng shafqatsiz o'limga yuzma-yuz. Bu senmisan? Nihoyat, bu yoqqa. Uni topdik. Xavotir olmang. Kam bo'lsak ham Nur o'g'liga ishonamiz. Bo'lishidan qat'iy nazar, doim sizni qutqaramiz. Tezroq, deyarli yetib keldik. Casey, o'liming bilan mening qit'alar ustidan hukmronligim boshlandi. Papa, sen Yashasin bosh rohib. Yashasin ilohiy bosh rohib. Yashasin ruhoniy. Yashasin bosh rohib. Bu bizning oxirimizmi? Taqdir nolasi. Yellow Casey, sen juda ko'p harakat qilding. Taslim bo'l. Quyosh va oy ilohi senga yordam berish uchun tayyor. Otang endi ortga qaytmaydi. U hozir seni shu ahvolda ko'rishni xohlamasdi. O'lganlar qaytib tirilmaydi. Bu yaratuvchi tomonidan o'rnatilgan buzib bo'lmas qoida. Men bunga ishonmayman. Ota! Ko'rdingmi? Senga aytmaganmidim. Qarzga olgan kuching bilan ham imkonsiz. Sen bor. Kechiringlar. Men tufayli ko'plab begunoh odamlar o'lishdi. Ammo ularda qayerdadir energiyasi bor. Agar ular bilan bog'lana olsam, ularni albatta qaytara olaman. Faqatgina vaqtimni behuda sarflayapsan.
senga yordam berishi mumkin bo'lgan yagona narsa. O'g'lim, sen ancha ulg'ayganga o'xshaysan. Ota, meni kechiring. Meni kechiring, onam Malika. Meni kechiring, Papa xalqi. Meni kechiringlar. Hammasi mening aybim. Bu sening aybing emas, o'g'lim. Hammasi men tufayli bo'ldi. Meni kechiring, ota. Agar kimnidir ayblashing kerak bo'lsa, meni aybla. O'sha payt seni majburlamaganimda. Ota, agar faqatgina manfaat uchun turmush quradigan bo'lsam, Fulo uchun adolatsiz bo'lmaymanmi? O'zing nima deb o'ylaysan? Menmi? Men bu mamlakat uchun hamma narsani berishga tayyorman. Nur ma'budasiga shukrlar qilaman. U sen bilan xayrlashish imkonini berdi. Hazrat oliylari, bu oliy hazratlari Yelay Kaysi. Hazrat oliylari Yelay Kaysi. Sen hech kimga zarar yetkazmading, o'g'lim. Aksincha, ko'plab insonlar sen tufayli baxtli bo'lishdi. Va endi ular ham seni bilishingni xohlashadi. Bu baxt o'lim tufayli hech qachon tugamaydi. Ular senga doimo hamroh bo'lishadi. Ona Malika, Nur ma'budasi biz uchun bergan vaqti tugayapti. O'g'lim, yaxshi yasha. Esingda tut. Biz yo'q bo'lsak ham, seni sevishdan to'xtamaymiz. Ketmang. Yelay Kaysi. Meni yolg'iz tashlab ketmang. Ketmang. To'xta. Ota! Agar sizlar bu dunyoda bo'lmasangiz, men nega bu dunyoda yashashim kerak? Yelay Kaysi, sen Nur o'g'lisan. Sening vazifang bor. Hozirgi insoniyat dunyosi urushdan ham dahshatliroq davrda. Bosh rohib Nur ma'budidan voz kechgan dunyoda o'zini yorqinlik ma'budi deb e'lon qiladi. Oliy ma'buda. Qarshilik ko'rsatganlarning hammasi yo'q qilindi. Bir necha oy ichida 6000 yil davomida gullab yashnagan qit'a murdalar tog'i va qon dengiziga aylandi. Qit'a soxta ma'bud saltanatiga aylandi. Bu dunyo insoniyatning jahannamiga aylandi. Sen bu zulmat dunyosini tuzatishing kerak. Qasos olishing uchun men ham o'z kuchimni berishga tayyorman. Men rad etaman. Koinotdagi eng buyuk iroda. Nur, zulmat. Bularning ma'nosi bormi? Agar ularni tiriltira olmasam, unda men ham bu dunyodagi eng kuchsiz odamman. Yelay Kaysi, nima qilmoqchisan? Sening kelajaging yangi Nur ma'budi bo'lishdir. Agar xohlasang, mening vorisim o'lim ma'budi bo'lishim mumkin. Men bularni rad etaman. Nur ma'budi bo'laymi? O'lim ma'budi bo'laymi? Ular siz kutgan narsalar. Ammo men Yelay Kaysi, faqatgina men tufayli o'lganlar va ota-onam kabi bo'lishni xohlayman.
Bu rostdan ham seni tanlovingmi? Irodang va ruhingni boqiy bo'lish uchun ishlatmoqchimisan? Yelakisi, bunday qilma. Kechiring. Ota, men bunday qila olmayman. Men siz kutgan narsalarni bajara olmayman. Men sizsiz dunyoda yaxshi yashay olmayman. Buyuk go'yicha texnikasi ochilgan lahzada Yelakisi yanada kengroq dunyoni his qildi. Bu yerda u 10,000 marta qayg'urdi. 10,000 marta azob va yana azoblarni chekdi. 10,000 marta yashadi. 10,000 marta o'ldi. Keyin esa Yelakisi daho kabi buyuk go'yicha texnikasi tomonidan berilgan irodani oldi va uni o'zining tojsiz kechirilmasiga birlashtirdi. Bu azoblar dengizdan chiqqanidan so'ng u nihoyat qayerda bo'lishini anglab yetdi. Ijodi nihoyat tugallandi. Delion, men seni butun qit'adagi eng qo'rqmas jangchiga aylanganingni, Lisio, sen tengsiz sehrga ega bo'lganingni va baxtli oila qurganingni ko'rdim. Daisy, men seni doim adolatni himoya qilib sayohat qilganingni, qayerga borsang ham gul ekaningni ko'rdim. Ular har yili gullaydi. Ular nihoyatda go'zal. Ota, ona, men Pamponi kundan kun kuchayib borayotganini ko'rdim. Sizlar ham birgalikda son-sanoqsiz ajoyib lahzalarni o'tkazdingiz. Men millionlab odamlarni ko'rdim. Ular farovon va tinch hayot kechirishdi. Hech qanday urush yo'q, zulm yo'q, qirg'in yo'q. E'tiqod erkinligi, barcha o'tmishdagi azoblar bizning kuchimizga aylandi. Barcha azob-uqubatlar bizni yengilmas qiladi. Men Yelakisi sizlarni boshqaraman va butun dunyoga urush e'lon qilaman. Jonga jon, qonga qon. Barchamiz o'lmaslarmiz. Biz tabiiy ofatmiz. Qonga qon, jonga jon. Ana uyga ketdi. Tutib olingan. Hayır! Men qo'rqyapman. Ular qanday qilib tirik? Go'zallarimizmi? Qani kelinglar. Kim bu yerga kirishga jur'at etdi? Ular qanday arvohlar o'zi? Ularni o'ldirib bo'lmaydimi? Pero
Hadi cüretettik. Oğlum. Sen o'zi kimsan o'zi? Sen yo'lga kelsin. Qanday qilib? Iltimos meni o'ldirma. Hammasiga papa aybdor. Men aybim yo'q. Juda shovqinli. Sening o'liming mening qaytishimning boshlanishi xolos. Mening hurmatli malika hazrati oliylari, Shiya yurtining yorqin hukmdori, sizni fuqarolaringiz sizni qabul qilishingizni kutyaptilar. Go'zal, shunday emasmi? Orqanligingiz 10 mingdan biriga ham teng emas. Aytchi, Shiya qirolichasi qanday bo'lishi kerak? Shiya imperiyasining yangi qiroli, yorqinlikni boshqara oladigan oliy hukmdor. Ular nimani ko'radilar? Yorqin qit'adagi mukammal malika, ma'budlar ostidagi eng qudratli ijodsiz. Unda ular nimani kutib oladilar? Yangi qirolicha tomonidan boshlanadigan yangi davrni, hech qachon yo'q bo'lmaydigan abadiy saltanat. Qaranglar, Malika Fulo! Yashasin Malika Fulo! Yashasin Malika Fuloga shon-sharaflar bo'lsin. Mening sevimli fuqarolarim, yorqinlik bosh rohibligi ostida bugun ilohiy saltanatning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Va men sizning qirolichangiz sifatida sizning farovonligingiz uchun hamma narsani bag'ishlayman. Irodam, jismim va jonim oxirgacha abadiy sadoqat bilan. Yashasin qirolichamiz! Qirolicha Fuloga shon-sharaflar bo'lsin! Yelagisi, sen o'lmadingmi? Sen doim qaysar bo'lgansan. Hatto o'limni ham tan olmagansan. Agarda hammasi 100 marta takrorlansa ham, men baribir hammangizni o'ldirishni tanlardim. Seni o'sha paytda men qutqargandim. Nega barcha yaxshi narsalar senga nasib etdi? Men qilgan hamma narsa mening mukammal kelajagim uchun edi. Kelajak? Kelin juda go'zal. Qanday baxtli juftlik. Bu dunyodagi eng yaxshi to'y. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. To'yingiz muborak bo'lsin. To'ying baxtli bo'lsin. Sen allaqachon eng yaxshi kelajakka ega eding. Sen noloyiqsan. Yelay Keysining o'lmaslar armiyasi to'xtatib bo'lmaydigan kuch bilan ruhoniy va uning qo'l ostidagi barchani yo'q qildi. Always falsified. Their betrayal was concealed. Carved his heart in steel. Struggled in the dark to make it through the night. Aynan o'sha paytda uning unvoni o'lmas tabiiy ofat butun qit'aga jarangladi. Struggle through
Keysi. Nihoyat qaytib kelding. Nima deb o'ylaysan? Men yaratgan jannat ma'budlar yaratganiga teng, shunday emasmi? Safsata jannat. Safsata ma'budlar. Men 6000 yil oldin men ham shunday gaplarni aytgandim. Nega menda Nur o'g'lini qobiliyati bor ekanligini bilasanmi? Birinchi Nur o'g'li quyosh va ilohiy chig'anoqni edi va muqaddas gigant ajdarga aylandi. Ikkinchi Nur o'g'li quyosh va ilohiy chig'anoqni edi va yorqinlik ma'budiga aylandi. Va men o'sha ikkinchi Nur o'g'li bo'laman. Yovuzlikka qarshi kurash. O'sha Nur ma'budi bizni vorislari qilib tanladi, ammo men o'lish arafasida edim. Hali ham ma'bud bo'la olmadim. Kundan kun qarib borayotganini his qilardim. Kuchim so'nib borardi, tanam esa egilib bordi. Shuning uchun men quyosh va ilohiy chig'anoqni yedim. Ammo bu ham yetarli bo'lmadi. Biz hali ham barcha tirik mavjudotni yutishimiz kerak. Menga qo'shil, Yellow Keysi. Sen ham Nur ma'budiga xiyonat qilmaganmiding? Uni men bilan birga o'ldir. Bu dunyoni boshqaradigan yangi ma'budga aylan. Menga qo'shil, Yellow Keysi. Men bilan birga bu dunyodan lazzatlan. Aks holda men senga ma'budning g'azabini his qildiraman. Ma'bud, sen noloyiqsan. Albatta, men yorqin ma'budman. Sen o'zini ma'bud deb e'lon qilgan kichik va achinarli mavjudotsan. Ko'rinishidan sen yaxshilanibsan. Har safar doim meni hayratda qoldirgansan. Men juda intiqlik bilan kutyapman. Seni kuchingni yeyishni xohlayman. Qariya, menga yaqinlasha olasanmi? Birozgina bo'lsa ham. Sen achinarli darajada kuchsizsan. Bu men odamning suyaklari. Mening saltanatim abadiy va o'lmas. Murdalar tog'lari, qon dengizlari. Bu sen tozalagan jahannammi? Jahannam yomonmi? Agar dunyoni boshqarish mumkin bo'lsa, uni qanday dunyo ekanligini nima ahamiyati bor? Sening jirkanch nutqing senga juda yarashadi. Seni hozir yengganimda buni tushunib olasan. Faqat abadiy hayot, kuch, qudrat, hammasi shu ma'bud bo'lishdir. Axir aytdim, juda kuchsizsan. Bilib qo'y, ma'budlar darajasidagi jangdagi eng muhim omil bu qoidalar. Yana qanday qoidalar? Men safsata qoidalardan qo'ydim. Tug'ilgan ongimdan boshlab ular meni har kun lahzada cheklashdi. Ammo buni evaziga nima oldim o'zi? Xuddi hozirgidek men seni yeyman.
Qiziqarli bo'ldimi? Yetarlicha o'ynadim. Endi o'lish vaqtim keldi. Qanday qilib o'lishim mumkin? Men nur ma'budiman. Mening kuchim abadiy va buzilmas. Rostini aytsam, sen ham qachonlardir nur o'g'li bo'lganingni o'ylash. Bu juda ham jirkanch. Senga o'xshagan axlatni hatto o'g'lim ma'bud ham olib ketishni xohlamaydi. La'nati, qanday qilib jur'at etding? Chunki axlatsan. Ajoyib yilay Keysi. Meni fuqarolarim og'riyaptimi? Barcha e'tiqodingizni menga bering. Menga bu ofatni tugatishimga yordam bering. Boshroqimga shon sharaflar bo'lsin. Yashasin boshroq. Yashasin bosh rohat. Ilohiy yodgorlik, la'natni yo'q qilish. Ko'rdingmi Yelay Keysi? Agar yetarlicha e'tiqoding bo'lsa, ma'buddan ham kuchli bo'lishing mumkin. Elektrolux shu lahzada aytdiki, o'zini juda xotirjam his qildi. Hammasi shunday jirkanch odamlar istaklari tufayli edi. Menga qanday qarshi kurasha olasan? O'sha lahzada u otasining so'zlarini tushundi. Yelay Keysi, Hosilingiz mo'l bo'lsin. Derazangiz oldida doim chiroyli gullar bo'lsin. Faqatgina o'lim bilan tugab qolmaydi. Tinchlik va xotirjam yashang. Muhabbat haqiqiy abadiylikdir. Sen iflos yaramas. O'lishing kerak. La'nati! La'nati! Meni o'ldira olmaysan. Bilasanmi? Agar seni ezib tashlashni xohlasam, bu menga juda ham oson. Meni qo'yib yubor. Men ma'budman. Men ma'budman. O'lim bu sening oxiring emas. Bu ahmoqona qudratning ortidan quvib, ko'plab begunohlarni qurbon qildi. Osongina o'lishingga yo'l qo'ymaydi. Sen begunohlarning nafratini his qilasan. Yelay Keysi, siz o'lganlarning barcha ruhini
misli ko'rilmagan tarzda saqlab qoldingiz. Bu aqlga sig'maydi. Bu ishni hatto ma'budlar ham eplay olmasdi. Faqat mengina o'lmaslikka tayyorman, shundaymi? Endi qiladigan ishingiz yangi dunyoda tartib o'rnatishmi? Dunyoni qayta qurish. Xudbinlik, rashk, ochko'zlik, mutlaqo ma'nosiz istaklar, lekin katta falokat olib kelishi mumkin. Insonlar dunyosi meni qiziqtirmaydi. Men shunchaki oilam bilan qolishni istayman. To'liq yo'q qilish esa yangi hayotga turtki demakdir. Dunyo o'z yo'lida davom etar ekan, yangi ittifoq o'rnatiladi. Nega men aralashishim kerak ekan? Yella Casey, balki bir kun insoniyat yengilmas dushmanga duch kelar. O'shanda ular birlashadilar. O'sha lahzada ularga kuching kerak bo'lishi mumkin. Sen endi ma'buddan ham kuchliroqsan. O'shanda ko'ramiz, so'ragan odam, o'sha payt mening yordamimga loyiqmi yoki yo'q. 谁在我的尽头问我？ Endi esa ortga qaytishim kerak. Bir kun kelib qaytaman. Nur o'g'loni, meni chaqirishingni kutaman. Ungacha ko'rishguncha xayr. Men uchun qilgan hamma narsa uchun rahmat. O'zingni ehtiyot qil. 往事化为乌有，虚实交错。 Yella Casey yerga bahor va kuzda kelib ketadi. U o'zi qo'li yetadigan dunyodan voz kechdi. Tarix u haqida noto'g'ri gapirishga parvo qilmadi. 明月高悬， U shunchaki abadiy qoldi. 帷幕落下的那一刻无人停留，孤独的月光与我共飘荡。 Erkinlik va o'lim sari o'ziga minora qurdi. 死亡总是长夜独守， So'ng abadiy uyquga ketdi. 回想是永恒不 Uni abadiy uyqudan uyg'ota oladigan odamni kutadi. Oh yeah! Buyuk Yella Casey. Sevgilim, loyiha uchun qutqaring. 帷幕落下。 Hammaga rahmat, qo'shiqlarga gap yo'q, personajlarga undan ham gap yo'q. Xullas, mazza qilib azuchka qildim. Sizlarga ham manzur keladi degan umiddaman. Sizlar bilan sog'lig'li bo'ldi. Taxt muhri va Dolfon muxlislari, biz hech qayerga ketmadik. Uzdabko Barna TV platformasidan shartnomani uzdi va VIP kanalda o'z faoliyatini boshlamoqda. Bizni qo'llab-quvvatlang va animelarni tez va sifatli dublajda VIP kanalimiz orqali tomosha qiling. Uzdabko studiyasi tomonidan o'zbek tiliga dublaj qilindi. Ovoz berishda ishtirok etishda Kiber Hacker, kuzatuvchi va Solo Lady. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlashdan charchamang. Bizni Telegram kanalimiz va VIP kanalimizga obuna bo'ling. 虚实交错，几度传来就走，什么是永久？尘埃落下，无畏世间原本模样。孤独的月光与我共飘荡，走向自由或死亡，总是长夜独守。爱的回响是永恒不完，世界纷扰无知无声，唯有爱不朽。手握日月，摘星辰，世间无我，这般然。